Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Bugun 23-iyun 2026-yil kuni biz Zamin savdo markazi rahbariyati tomonidan bir e'lon bilan chiqyapmiz. Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan Zamin savdo markazi rahbariyati futbol bo'yicha jahon chempionatida milliy terma jamoasi ishtirok etayotganidan cheksiz faxr va xursandchilik bildiradi. Shu munosabat bilan agar O'zbekiston milliy terma jamoasi bugungi uchrashuvda Portugaliya milliy terma jamoasini mag'lub etsa, savdo markazimiz tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida kam ta'minlangan oilalarga quyidagi sovg'alarni taqdim etadi. 2 dona kabinali motorollarimiz, 4 dona 4 balonli skuterlarimiz va 4 dona 2 balonli skuterlarimiz. Ushbu skuterlarimizni Zamin savdo markazi rahbariyati tomonidan kam ta'minlangan oilalarga, ehtiyojmand oilalarga taqdim etamiz. Agarda O'zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliya milliy terma jamoasiga mag'lub etsa, bu tashabbus xalqimiz quvonchini yanada oshirish va ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash yo'lida kichik hissa hisoblanadi. Barchamiz birgalikda terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Olg'a O'zbekiston! Va yana shuni eslatib o'tmoqchimanki, bizdagi ushbu taqdim etiladigan sovg'alarimiz hammasi video faktlar bilan sizlarning e'tiboringizga havola etib boriladi. Bemalol tekshirib, ko'rib, o'zingiz xulosa qilishingiz mumkin. Bizda aldov yo'q. Xudo xolasa O'zbekiston milliy terma jamoasi bugungi o'yinda g'alaba qozonayotgan bo'lsa, hammasini video faktlar bilan sizning e'tiboringizga havola qilib boramiz.